Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men ota-onam uchun Shvetsiya parlamentining oldida yolg'iz kuch namoyish qilayotganga bir oydan eshib qoldi. Bugun o tarafda Eronlik mamlakatidagi do'stlar shu o'ziniki davlat ichidagi shu nimaga diktatorlarga qarshi namoyish beribdi. Shuningga adaqa do'bboq ovozlar bek kuchlikka men mashada turishni anandagi mashada naq maydon qo'yib chiqib ketishni nima ko'rdim. Minglar mendan salom. Anandan keyin men dadam Hamid Abdurahmon va opam Sadat Bovdin ustida guvohlik qilmoqchi. Mening opam mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yili 5-oyning 20-kuni tug'ilgan. Opam Sadat Bovdin bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Mening dadam Ilo oblastida telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan. Opam bo'lsa koni Elefandiyan, ya'ni Elemik mahallasininki qatnash, ya'ni qatnash idorasidan pensiyaga chiqqan. Mening opam dadam yashash tarixida G'uljida nihoyatda yaxshi insonlar bo'lib o'tgan. Mening dadam opam hech qanday bir insonga bir zayan zahmat yetmagan, nihoyatda bir pokiz yashagan bir madaniyat oila edi. 2017-yili 1-oyning 27-kuni Ilo oblastlik bexatarlik tarmoqlar tarafidan opam dadam tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirildi. Undan keyin bo'lsa mening opam dadam yip holatda sud ichilib 18 yillik qamoq jazosi hukm qilindi. Birinchi sudning natijasi bo'lsa 5 yillikdi. Undan keyin bu kam bo'lib qoldi deb og'zaki 18 yil kesib o'tgan. Sudning kuchi hozirgacha hukmi hozirgacha kuchga ega bo'lib, opam dadam Xitoyninki turmisida o'zininki hayotini qorong'u zindonda o'tkazyapti. Opam dadamninki kesilib ketishniki birinchi sababi bo'lsa, meningki Shvetsiyaga kelib panohlik tilagan, Shvetsiyada qolib qolgan, Shvetsiyada siyosiy faoliyatlarga qatnashgan degan Xitoyninki palapatish bahonalari. Ikkinchisi bo'lsa, opam dadamninki Turkiya hukumatiningki qonunliq 2 haftalik vizasini ilib kelib men bilan ko'rishgani. Opam dadam vizaning vaqti to'shishdan bir kun burun Xitoy chegarasidan kirib ketgan. Undan keyin bo'lsa, shu zarba berish harakatida opam dadam tutilgan. Meningki Xitoy hukumati dabto siyosiy panoh tilagan, undan keyin siyosiy faoliyatlarni qilgan deb qildim. Nima bo'pti? Nima bo'pti? Men chiqatdim, mening o'rnimga bir Xitoyni akelding. Men chiqatdim, mening o'rnimga bir Xitoyni akab o'rlashtirding. Bir zaminga erishdi bir Xitoyang. Men chiqatdim, mening o'rnimdagi egallaydigan xizmat o'rnidan birini egalladi. Seninki davlatingning tegi qumurilib ketdimi? Xitoy hukumati sening davlatingning tegi qumurilib ketdimi? Men bir insonning panoh tilab qo'yganman, senga shunchalik eg'ir kelib ketdimi? Faqat menmi panoh tilayotgan? Voy, ne da'vogarlarning kek berib Turkiya kitob chiqardi. Voy, palonchilik o'tadi, yashaydi. Voy, ne da'vogarlarning singlisi Shangangdan orqali pochta soladi aksiga. Ishnim bo'lmaydi. Ne da'vogarlarningki ishi o'ng, mening ishim so'ng bo'lamda. Senga mening uchurimni kim berdi? Javob: "Xo'p, panohlik tiladim." Sen qayerdan topding uni? Sening ko'chmanlar idorasida adiming bormi? Sening ko'chmanlar idorasida adiming yo'q, sening Shvetsiyada adiming bor. Shundoq. Shuningga bu bir g'o'ljilik bola mishaga ota-onasi bilan 2009-2010-11 kelib, mishada bir o'tirasiyalik akamizning uyiga tushgan. O'sha tushib, shu yerda andan keyin biz o'sha tanishib qolgan. Ochchaqdimi? Mendan o'sha dadasi, opasi "Voy, qandoq kelgandingiz? G'o'ljilik kimning bolasi?" desam, diqqat qilmabdimi? Asli bular shu arpaylar ekanda, chatalga avatgan kinishkilik bo'lmasa, ularning bir muqimligi idoradan bir chiqqan, pensiyaga chiqqan yo bir hukumatga bir ishlagan bir tarixi yo'q. Qarasanglar, namoz o'qiganlar akirgidida, bular 5 vaqt namoz tashlamay o'qiydi. Bunani mayaqdan qilib, mayaqdan yuzib turimiz deyilganda, kitobda xatni xato yozsa, mayaqdan yozib, oyoqda o'chirib turimiz degandek. U bo'lmagan ish. Shuningga bu
Casus kelib biz Maynur xonim bilan shu ishlarni qilayotganida bizning aramizga kirgan. Hatto bu to'g'risida hech qutlanmaydi namoyishimi bor. Namoyishga chiqqan, biz bilan birlikda ish qilgan ishlarimiz bor, ammo bizni berib setib shu kunga qo'ydi. Allohim balayingni bersin. Seninki yangoyatdagi qarindoshlaring bilan seninki chet ellik qarindoshlaringninki ba'zi bir qarindoshlar borki, bak tillab ketma, ba'zilar shunday yaxshi dedi. Men bilmayman endi. Ish qilib asosli mushunga tegsin, boshqalar ibrat olsin. Allohim balayingni bersin, haromliq. Xudoyim ikki qizingninki bir narsa yeyitib zuvallar tutilib ketsin. Ayolingni mashina urib o'tirib etsin, sen ashlarninki, sen o'lma. Sen amroq narsalarni o'rilib ket. Sen ondan bir rak kasal bo'lib, ximilik tavaşlarga tushib, ingirgan holatda, Xudoga nolik qilgan holatda sening jining chiqsin. Amin. Undan bo'lsa, yana bir so'z meniki mishadiki ota-onamga bo'lgan hissiyotimdan, sevgimdan foydalanib, meni qo'ldirlatib, meni ahmoq qilib, menga shu o'zininki ishlarini qilg'izib, shundoq nima deymiz endi yemak ichmakdan tortib pul pichak eng oxirida meni qalayimqa yo'llarga boshlamoqchi bo'ldi. Hatto Amerikadagi Zubayra xonimdan bir narsa michariki bir ikkisinki boshqa millatninki narsasiga uni Zubayra xonim ashadagi demokratik Xitoylarni birlardan qo'lga tushirdi. Buning avatdamoqchi bo'ldi. Bu meni bir konvertga yezib boshqa bir millatning yozsin. Sen opirib konsuldagilarga ber. Seninki viza edishing oson bo'ldi. Ya bu bo'lmaydi-ki desam, unda o'zi boshqa telefon nomerda buni ilib, adanga vishing qilib avatvat deydim. Ya baka buni bo'lmaydi-ki desam, unda bo'lsa men bir yo'lini topay dedi. Bo'ldi unda sen yo'lini top. Men bir uyga berib o'yinlab kelay deb bir baradigan odamni berib gaplashdim. Gaplashsam bo'ldi, bugundan boshlab buning bilan munosabatingni o'z oldigan narsani ep bo'ldingmi isbotlarni dedi. Ha dedim. Munosabatingni o'z, bundan endi nerkat dedi. Shundan boshlab menga telefonlarni qildi. U muxbir dedi, ma muxbir dedi, yana birisi dedi. Olmadim. Yenidan yutib ketdim. Bolaninki qora qo'li shundoq. Agar siz Zubayra xonim, ukam siz nimalarni deb yo'layapsiz yoki siz nima demoqchi, siz nima deb men ishlab turibsiz desangiz, Dunyo Uyg'ur qurultayiningki televiziya bo'limiga Barat Yo'rinqash apandim riyosatchi bo'lsa, biz chiqib gaplashsak bo'ladi. Siz enimni birisi anda qilayotgan, enimni manda o'tirayotgan deb haqni tillangiz toza tillaysiz, yana mush tashkilotning atrofida mushta po'q yeb yurasiz. Hammangninki vaqo yag'an davoring. Hammangning qilayotgan darding aytayotgan dunyoga yag'an. Biz erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millat asli to'kilib ketishimiz kerak. Shvetsiya malla emas, atalib tutilgan yoki qarindishi. Ammo ularni kontrol qilayotgan odam bor. Meni qilolmay qoldim. Men chiqib ketib qoldim. Chunki men asli chiqolmadim. Men isbot to'plaganim uchun chiqatdim. Mayli, balkim o'lib ketishim ham mumkin. Ayishnim bo'lmaydi, lekin o'lib ketmayman. Men uningga Xudoyim bersin, Xudoninki menga bergan ajil bilan o'laman, lekin ammo qasdi o'lsam Xudodan kapti deyman, balkim sheytib Xudoyim bersin teqi. Haq barammaga yalag u dunyodan berishim mumkin, qilgan gunohlarim unutib ketishim mumkin. Ammo men qo'rqmayman. Meni qo'rqitma deb qolgan bo'lsa, o kishi xatolashgan bo'ladi. Agar menga bir ish bo'lsa, agar bir ish bo'lib omon qolsam, men bu kishini oila bo'yicha naq maydonda yig'ib pakab xotinlar ishlaydi, qizlar nima ish qiladi, oilaga besib pakab, menmi tugishman, bumi tugishadi. Mening qandaligimni undan bo'ladi bu. Shuningga men deb qo'yay, o'shqallarni yig'ib yurish. Undan keyin meni o'kini bir yerda yezib ketdi, Xitoy konsulining oldidan ketmadi, Xitoy konsulining ketmadi deb. Qarindoshlarim, men Xitoy konsuliniki viza oladigan bo'limini bilmayman. Men Xitoy konsuliniki namoyish qilgan yerini bilaman. Men Shvetsiya Uyg'ur komiteti namoyish o'rlashtirgan chog'da berib chiqqan.
Uyg'ur ma'rifi namoyish uyushtirgancha şey berib chiqqan. Uningdan boshqa ishigining qayoqqa qaraydiganini bilmayman. Bu narsani biladiganlar yana shu ikki tashkilotdagi bir boshliqning xotini berib kelgan. Onundaki Muavin Şivisiya Uyghur Komiteti'ndeki asas cihətinin hamısınınki berib kelgan. Taylandlar uçraşqan, kirgan, nurg'un ishlar bor. Meningki og'zimni ko'chilmanglar. 5 mo'laringlarni asta yig'ishtirib olinglar, bo'lmasa jiq narsa ichilib ketadi. Qaysi tashkilotning olamda xeyli jiq ishlar bor. Onundaki mishadimi biz Şivisiya Uyghur fondini qurgan chaqda yomon jiq nimlarlar bo'lib ketdi, talon-tarojlar bo'lib ketdi. Ya qarindoshlar 50 kron pul 5 yevroni fondoga yig'ib, Muşani aşağıdaki bir haqiqiy bir ish bo'layotganlarga berayli desak, hatto mushu pulning yig'ilishigimi to'salg'i bo'lganlar bor. Hatto mush tashkilotning boshliqlarining ichilaridimi sen masjidga beryapsanmi, bunga bermasangmi bo'ladi deb. Açtaq degan gaplar bor. O'zlari pul yig'inglar desa yig'idi. Turkiyada ichilib ketgan chavshilar bularninki, talla bozorlari. Turkiyada ip ketgan uylari. Türkiye'deki birden işkiden hotelleri işini alattı. Beşin sılagan bu berip. Türkiye'de bu atkan acayip işler. Aynı yılın müşek oturasyalık valla apçıkır samsakkımı 80 mingdek mi kançındaki pulunu dersi. Şunun mu hesabını çıkaramay keçip hotellarının arası kirvelip. Vallahi ya hotellarının arası ne var ne mi boz keşke hotelinin arası şıgın açıdı kense diyse. Ama rast kap kıldı bu apçıkır samsakçı herhalde. Bu yerliklarning xotini erlarni boshqargan desa, xotinlarni ko'ndiralsak da. Bizning da'vorimizga endi bir ayol kishini ko'ndirsa, erlarga besim qildigan ahvolga tushib qolmagandir qarindoshlar. Ondan keyin tunugun sayram o'g'lonligimi o'sha akamiz Erkin Sidiq afandim maydonni ifodalab qo'yibdi. Buningga meningki tilim bo'ldi, erkakka chiqib bo'yniga opdi. Qanday qilatding? Ben iyi çıkmaya bununla da. Demek bulamı girerleşip ketken bir-birisi için. Bir-birisini de düşünüdü. Şununla anın foku çıksın, manın foku çıkması için manınki azırak gelip söylüntü var mı? Bu Japonya'da okuyan azından sarı iştahatı da. Aksoğlu kırındaşlar bana hocam gitmişler. Bu emdi karanlığa bu Mevla Yasin Efendim Ahmetcan Kasım'da bir neme dedi, hain dedi. Ben yakamadım. Veya ki başkalarını hain yaptığınızı açıklamadım. Aşımı bizdenki Aysat Meslengi bir hayırlı kılmağımız devlet atımızdı. Ben bilmeyim ama Mevla Yasin Efendim bilirdik ya cihnesden okup. Sözlügen çağda ben bu aşağının gulculuğum deyip yan basmadım. Bunun bizim milletninki, vatanninki takdire kelgen çağda ma aksolluğum, ma kaşqalikim, ma xotellikim, ma gulculuğum demeyimiz. Sizler aşı yezlardaki ölüp ketken kırındaşlar içinler ağırmamda. Sizler aşı baskınçılıkka uçurgan kız ağaç sınırlarımızga içinler ağırmamda. Hem de o bir alim bolsun boptu ve alim emas. Yalqın Ruzi'dek ulug' o't yürek marifetperver dadillerimiz. Ne Şinjan'da şunun profesörleri aşlamı çıkası bolattı, Halmarat Hopper'dek. Ne tibi alimlerimiz aşlamı çıktı. Germaniyadaki, Rusya'daki paravallıklardan faydalanıp bir şey yazısı bulattı ama ular vatan deganlik için vatanның içinde kuyup ketdi. Alim bolsun boptu. Onun bir insani perverlik, yani bir namımız alimlikten çıksik tanısı, bizge kerek emas unda alimlar. Hazır ma Govungi bilen ma yoğan baştan hazır iş sotuk tapşırıldı. Govungi inaklan fon tatı çıktı foşeni. Foşe Nuri Türkan tatı çıktı. Bulanın özlerinin kurgan dava dastur qiladigan komitet qo'shib ichib olgan narsalar bor. Men bu shirkatlaydigan bo'ldim, hozirmish uzam shu da'vochiliklarga qo'yilgandan keyin shirkat bulab pul topadi ekan dedim. Mening opam dadamninkini qarindoshlar men 1,5 yil aqida qildim. Mening opam dadamninki ishini qilmagan odam shuncha menikini yap turib, meni yana qorong'u qilib, yurak degan qap-qora bo'lib ketgan. Adam 25 milliondan 40 milliongacha Uyg'urninki mushlar davosini qilamda. İranlıqlar degan mayaga chechilib, tiqilib ketdi. O'zining mustaqil davlati va aning ichidagi zulmga chidamay. Fransiyalar yo'lga to'kilib ketib bordi, Angliyalar yo'lga to'kilib ketib bordi. Butun dunyoda yo'lga to'kilib ketib bordi. Kichikina narsalarga bizningki vatanimizni
xalqimizni qirg'in qilganga biz Türkiye'ye o't ketganga ajab hayajonlanib ketdik. Vatanimizning ichida o't ketyotdi, qarindoshlarimiz kuyayotdi. O'tning ichida kuygayamanmi, teshida kuygayamanmi deb biz teshida kuyayotimiz. Vijdoni borlar. Vijdoni yo'qlar, ularga chatiqi yo'qki. Tamam, dua qilayli. Turkiyaga bu necha million Uyg'urni sirdi. Erdo'g'an efendimga rahmat. Turkiya hukumatiga rahmat. Albatta nima qilishimiz kerak? Bular dua qilishimiz kerak yoki iqtisodiy yordam beradigan bir ishlar bo'lsa qilishimiz kerak. Chataq yo'q. Uning qo'limiz ko'ksimizda. Lekin o'zimizningki ishini, o'zimizningki nima ish qilayotganimizni unutib qolmaylik. Shuncha men o'sha fondi qurilgan chaqda fondiningki iqtisodini boshqaradigan bo'lib tayinlandim. Menga bo'lib ketgan hujum. Ya Allah, qarindoshlar bir 50 so'm pul chiqmay ketdi-ku, ey. O'zimizning qarindoshlarga beramiz. Amaliyotda shu pulni opirib, shu yerga opirib, nega to'playapsizlar, nima ish qilyapsizlar, xalq o'tamas, hammani biladi. Men Turkiyaga necha qaytam bordim, bir qalti go'rishningki 2 ton mayning bahosini ko'rdim. Bizdan yig'ilgan pullar bilan aninki qimmatini chechib chiqsa, o 2 ton may, 2 ton go'rish degan bir jihobkas 100 TL ga keldi. Lekin o'zinglar deganda chingdab Talla magazin deganni ichib, bir zavod ichibmi, bir Uyg'urlarni ishlatgan bo'lsanglarmi, mayliti. Shunchalik ishlarni qilib ketyapsizlar. Bizni bilmaydi deysizlar, texi xijolanmay texi alhamdulillah musulmon deb 5 vaqt namozni o'qigan bilan yana xotininglar berib keladi texi. Bizning berib kelishimiz xiyolimiz kelmaydi. Bizning texi avatimiz kirib chiqsa, fikam xotirjam pangshin Pangshedak mangsa, yandımı mangsa, uyaqtım mangsa degan ishona qiladi dedi. Hatta men shu adam men Dolqin Aysaqday, senikini bir alayda qilib London maydoniga sotgan kirgizayli kostyumdan kiygizib, bir narsalarni esib chiroyli qilib, sen guvohlik berish kundagi opangdan chiqdi. TVda degan ishona qildi qo'yib ketdim. Men unda rol olmayman, men artist emas. Ba'dim bo'pti u yerda u sotninki nimasini aniq deb aytibdi. Ya bir jazolash qimmati yo'q yoki u bu yo'q deb qilib aytibdi. Tamam, opamdan chiqdi. Elammi chiqdi? Shuningga meni tillamsizlar, nimani desanglar danglar, men so'zlar berman, meni og'zimdan bosolmaysizlar. O'g'il bo'lsanglar, kelib yoki erkak bo'lsanglar, naq ekranga chiqib gaplashinglar. Kuni Turkiyadagi Arslan Hidoyatma shu bola yozib qo'yibdi, bizning asli dushmanimiz Xitoydi. Biz unutib kelyapmiz deb. Arslan, men sana shaxsiy ishingga kirmay. Sening shaxsiy ishlaringga men kirmay. Sen ashnalikqa banka kart deb ya bir nechimiz kart yozibsa, bo'ldi. Men sendan so'ray unda bo'lsa. Bizning dushmanimiz Xitoy, ammo bizga dushmanlik qilayotganlar kim o? Mesela meni qo'ygan, mening hisiyatimni foydalangan, meni Shandonga avatmoqchi bo'lgan, meni Omonga avatmoqchi bo'lgan, meni bir ishlarni qilmoqchi bo'lgan shu Uyg'ur. Uyg'ur Suriyaga odam avatdi. Xitoy kayinni planlab berdi. Uyg'urliklar ijro qildi. Bular dushman emasmi? Begunoh qonlar to'kilib ketdi. Begunoh apashlar, hadashlar Turkiyaga berib, o'birni olib ketdi. U elib qo'yib etib, bu qo'yib qo'ydi. Dafsan bo'lib ketdi millatimiz. Tashqi dunyodami dafsan bo'lib ketdi. Ular dushman emasmi, Arslan? Irqiy qirg'inchilik qilyotdi desiz. Ya bunchalik vahshiy emas, yahudlardek, latiyalik bo'lmadoq degan G'ulom Osmon afandimni chiqarib qo'ydi. O'qigan bo'lsang kerak senmi? Bular dushman emasmi? Sening qiynatdan chiqib bo'lgan bo'pti. Adilmish afandim yaxshi san'atkorimiz, qadrlaymiz, hurmat qilamiz. Chataq yo'q, yaxshi sen aktivizmning rolini yaxshi qilgan. Qilmagancha seni hech kim qilmadi deydi. Lekin sen bunday gaplarni qilsang, bizning ota-onamiz turmada yotganda bizga eg'ir keldi, qara. Biz rostni so'zlayapmiz chiqib. Senmi chiqishlarni bilsa, Avstraliyadan shuncha tashkilotlar yurib ekansa, Dilyar Musabayev bilan munozirga chiqib baqdim. Oxirsini chiqaramadim, jim yo'qolib ketdim. Ikkita gaplar qarindoshlar. Turkumlar pullar yig'ildi. Nega bordig'ini bilmaymiz. Abduvali Yosindek bir tal qarindoshimiz
Aşınçılar xo'rinib ketdi, birisi chiqmadi. Xudoninki rahmati bilan ashadagi bir Uyg'ur bola ishini hal qildi tashkilotdagi. Baliki turkni avatib qilibdi. Shu balg'imi shu pul yetmadi-ku, shu bir kichik pul. To'g'ri-ku, Zumrad xonimning da'vatini xatomi? Butun narsani chiqib birli Zumrad xonim so'zlash shartmi? Biz o'yg'onmadikmi? Bizning kallamiz yechilmadimi? Bundan bo'lsa tillaydi ekansizlar, tillaydi ekansizlar. Tillasanglar, tillayveringlar, u ko'nab ketdi-ku tilg'imi. Ota-onasiz yurib, ota-onasiz yurib ko'nab ketdi. Ota-onasiz datning ichida yurib ko'nab ketdi. U tillig'iningga sen ko'tgansa, sen dötgansa, sen pastgansa, undaq degandan biz xiyolimiz kirib chiqmaydi. Ko'tmi, ko't emasmi? Achilaringdan so'rasang deb berdi bizni. Nash chekidi ekansa deb. Voy men og'zimga tamaki olmayman, o'sha og'aylarim hammas biladi mening qanchalik pokizligimni, chekmaydiganimni. Ancha-muncha u ya vino o'ynab qo'yma, o'ynag'im kelsa. O'zimning shaxsiy ishlari sizlarniki kiradigan ish mana, u ishinglar yo'q. Bu shunchalik gap qarindoshlar. O'zinglar ham ko'ryapsizlar mana. Bular hozir yurak degan qopda ko'p ketdi va bu ish qilib. Nima qilg'is kelsa shuni qilyapti. Sizlar qilaveringlar, biz davrimiz. Shunda. Anaqdan keyin nas keraklaringni qaytarib olib, bu da'vo sunib ketmasin. Nas keraklaringni qaytarib olib, og'zingni jumsang olmamdi deganlar jummayman. Men nas keragimni nimishga olmayman? Men nas keragimni olaman deb mashningda butun isbot bo'lsa, men ola olayman, olmayman. Nimishga olmayman? Savol nimishga? Javob. Men mushtaq qilib uningki meni qanday bir yarim yil qilgansa, men musha turib o'ynayman. Onu yuvasam debte bilib ketmamdi, haqqı demamdi. O beryapti mana maqsadi shu da'vochilar hujum qilishga, uning maqsadi. Bu narsalarni men qaytarib berdim buni. Buning maqsadi mundaki deb plananki xabardan va deb chiqarib bularning xabarlarini qo'ldan keldi-ku, qanday yadim bo'lsin. Manasib kunda chiqaraverib bo'shab ketdi bog'u. Shu ashunda gap qarindoshlar. Buningga bergan javobim narsamni olmayman hozir. Hozir olaman. Hozir olmayman. Shunda tayzi qilmayman shay chiqib, hozir olaman. Deyman. Ashunda gap. Uyg'urlar xalqimiz irqiy qirg'inchilik uchratdi. Ota-onamizga ega chiqayli, qarindoshlarimizga ega chiqayli. Dunyo vaziyatida asta-asta o'zgarishlar bo'lyapti. Xudo xolsa yaxshi ishlar bo'ladi. Bo'pti unda bo'lsa qarindoshlar, Alloh omonat etsa.